O'rtoqlar hammaga. Xo'p, Ford 7 HP modelimiz o'z egasini topdi. Bo'lsa sizlarga 15 kun oldin bitta video qo'ydik. Xo'p, bizga bitta akani tavsiya qilishdi. Ularni tavsiya qilishdi, bizni surishtirdik. Har qatdan ham ro'zg'orlarga shu orttirolmay mana shunaqa traktor ololmayotgan ekanlar. Ro'zg'ordan ortmayotgan ekan. Modelimizni o'sha akaga hadiya qilishga qaror qildik. Bizani kuzatishda davom etsanglar, hozir traktor ortib, akani uylariga olib borib beramiz. Ko'tar. Bu yoqda yur. Hoppa. Ford 7 HP ketdi. Zangiota tumani, Toshkent viloyati Zangiota tumani, bu suvikamiz Botirga. Okan uylari shot degandek. Sen kelib turadi aka. yetib keldik.
Odam bormi uyda? Okalar, assalomu alaykum hammaga. Biz mana hozir Toshkent viloyati Zangati tumani Bo'zsuv Botirga yetib keldik. Okani shu xonadonlariga chaqirib ko'ramiz. Kim bor? Eshiklar ochiq ekan. Shu yerga o'zlari ham. Bu yoqqa qarab olasizmi? Ha, kevring. Narsa berib yuborishmadi. Charchabsiz. O'tiribsizlar, charchamay. Ilarmi sovuqladi. Ha, Narsa bor edi, sizga berib ketaman o'shani. Tushirib olasizmi? hop. Narsa berib yuborishdi. O'shani olib keldik sizga. Instagramda video qilgandik. O'sha sizni traktorda anaqa sizni tavsiya qilishdi. Endi shu yerda amallar topib keldik. Xudo xohlasa yaxshilik ishlatasiz. Alloh razı olsun. Kel Hoji Akbar, sog'lish bor. Ular ko'tarish bor. Bo'ldi. Oppa. O'z shu ish bilan shug'ullanar ekansiz? Xudo xohlasa mana yana yangi traktor bo'ldi. Diqqat qilib ketdi. Alloh razı olsun. Yaxshi ishlatasiz, xudo xohlasa. Bitta bog' qo'yganmiz joyda uzun zo'r. Nima bog' bu? Uzunmi? Ha, uzun zo'r. Hozir ko'rinmasa kerak, bahorda zo'r bo'l joy bo'lsa kerak. Bahorda bir kesaylar o'tib, bahorda bir kesaylar. Zo'r joylar qilib qo'yibsiz-a? Holati. Ha, tepliksanmi bu? Yo'q, bu uzunga arka qilingan. Ha, Bir-biriga o'tadi. yaxshi. Katta joyga. Bu yog'i endi mevali daraxtlar. Har xil. O'rtoqlar, akam shu ish bilan o'zlari shug'ullanar ekanlar. Kimga shunaqa yer haydash ishlari kerak bo'lsa, o'sha Toshkent viloyati faqat Zangati tumanida ishlayganlar. Mabodo nomerlarni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqarsanglar bo'ladi. Toshkent viloyati Zangati tumanida faqat. Mana ko'rib qo'yibsizlar, o'zlari bog' qilib qo'yibdilar, chiroyli qilib. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Hammalarga rahmat. Hop, o'rtoqlar, bergan va'damiz ustidan chiqdik. Traktor egasiga topshirdik. Aka, sizga ham rahmat, yaxshilik ishlating. Alloh razı olsun. Ishli bo'lsa, xizmatli bo'lsa aytamiz, rozi bo'lasiz. Rahmat, sizga ham ovora qilib qo'ydik. Hop, bizani kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarga rahmat.